Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz biologiya fanlarini o'qitishda pedagogik mahorat. Biologiya fanlarini o'qitishda pedagogik faoliyat bu o'qituvchining o'quvchilarga biologik bilimlarni yetkazish, ularni ilmiy fikrlashga o'rgatish va tabiatga ongli munosabatni shakllantirishga qaratilgan tizimli jarayondir. Bu faoliyat bir nechta muhim jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bulardan biologiya o'qituvchisi nazariy bilimlarni tushunarli va qiziqarli tarzda bayon eta olishi, masalan, hujayra tuzilishi yoki bo'lmasa organizm evolyutsiyasi, boshqa mavzularni oddiy hayotiy misollar bilan tushuntirish o'quvchilar uchun oson tushunishga yordam beradi. Shuningdek, amaliy mashg'ulotlar muhim o'rin tutadi, chunki laboratoriya ishlari, tajribalar, mikroskop bilan ishlash orqali o'quvchilar nazariy bilimlarni mustahkamlaydi. Bu esa ularning kuzatishi, tahlil qilishi va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Biologiya darslarida foydalaniladigan texnologiyalar bu pedagogik jarayonning xarakteri, bo'lishi va mavzuni o'rgatishda qo'llaniladigan pedagogik texnologiyalar guruhiga bo'linadi. Ta'lim jarayonini insonparvarlashtirish va demokratlashtirish texnologiyasi, shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar, rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalari va ta'limni differensiyalashtirish va individuallashtirish. Biologiya darslarida foydalaniladigan texnologiyalar guruhiga didaktik o'yin texnologiyalari, muammoli ta'lim texnologiyalari, modulli ta'lim texnologiyalari va hamkorlikda o'qitish texnologiyalari va boshqalardan iborat. An'anaviy ta'lim texnologiyalari esa juda muhim o'rin tutadi. Keyingisi biologiya darslarida didaktik o'yin texnologiyalaridan foydalanish. Didaktik o'yin texnologiyalaridan foydalanish bu dars samaradorligini oshirishga imkon beradi va o'quvchilarning bilish faoliyati o'yin faoliyati bilan uyg'unlashgan didaktik o'yinli darslarni tashkil etish ko'proq o'quvchilar uchun samaraliroq bo'ladi. O'qituvchi o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olishi, ularning qiziqishi va qobiliyatiga qarab yondashishi kerak bo'ladi. Baholash jarayoni ham faqat bilim emas, balki ko'nikma va kompetensiyalarni aniqlashga qaratilgan bo'lishi lozim. Pedagogik faoliyatda zamonaviy metodlardan foydalanish ham zarur, chunki hozirgi yoshlar zamonaviy texnologiyalar bilan katta bo'lyaptilar. Interaktiv usullar, klassik aqliy hujum, guruhlarda ishlash, axborot texnologiyalari, vizual materiallar biologiya darslarini yanada samarali qiladi. Yoki bo'lmasa turli xil animatsiyalar, videolar orqali murakkab jarayonlarni ko'rsatish mumkin. Virtual laboratoriyalar orqali o'quvchilarga o'sha mavzularni onlayn ko'rsatish ham mumkin. Bundan tashqari, biologiya fanini o'qitishda tarbiyaviy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. O'quvchilarda tabiatni asrash, ekologik madaniyatni shakllantirish, sog'lom turmush tarziga rioya qilish kabi qadriyatlar ham rivojlantiriladi. Xulosa qilib aytganda, biologiya fanlarini o'qitishda pedagogik faoliyat nafaqat bilim berish jarayoni emas, balki o'quvchini ilmiy fikrlashga yetaklovchi muhim pedagogik faoliyatdir. Biologiyani o'rgatish orqali o'quvchilar hayotiy jarayonlarni anglaydi, ulardan kundalik hayotda oqilona foydalanishni o'rganadi. Dars jarayonida interaktiv metodlarga jalb qilib o'quvchilarda esa fanlarga qiziqishini yanada oshiradi. Amaliy mashg'ulotlar, tajribalar va laboratoriya ishlari o'quvchilarni mustaqil kuzatishga, tahlil qilishga va mantiqiy xulosa chiqarishga ko'nikmalarini shakllantiradi. Biologiya o'qituvchisi darslarni real hayot bilan bog'lab o'ta olishi orqali o'quvchilarni tabiat
tabiatni anglashga ilhomlantiradi. Zamonaviy akt vositalaridan foydalanish biologik jarayonlarni aniq va ravshan va qiziqarli ko'rinishda yetkazishga yordam beradi. Biologiya darslari o'quvchilarda ekologik madaniyatni yuksaltirish eng samarali vositalardan biri hisoblanadi. Ushbu fan orqali o'quvchilar tirik tabiatni asrash va unga mas'uliyatli munosabatda bo'lishligini anglaydi. O'qituvchi o'quvchilarning individual imkoniyatlarini hisobga olib, ularga mos ta'lim strategiyalarini qo'llashi zarur. Biologiya fanini o'qitish bu jamiyatning kelajagiga qaratilgan ma'naviy, ilmiy, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan, ulkan mas'uliyatni talab qiladigan jarayon hisoblanadi.